akam yana boshladimi? Hozir bu yo'ldan ketmasam, kuchukdek tayoq yeyman. Yeb, ketdimi? Eshitdingmi? Dadam o'sha kecha borib, beyniga bir kecha uxlab ket, bir kecha uxlab ket degan vaqtda o'zim bekor bo'lgan mana. Sen darmentlab tug'ilmashing kerak edi o'zi. Menga nima baqilaverasiz? Ana akam-ku. Shaharga kelib ketgan narsangizni qissasini oldiga uchrashuvga. Balon yoniga ketsin, qaymi uchrashuvga? Tabli yoniga ketsin, qaymi? Go'rchaga ketsin. Bir kiymaganlaring bor-ku, nastim bilan bor-ku, bir nima bo'ldi-da? O'shani ham kiyinglar. Aka, u katta-da sig'maydi. Ha, sig'maydi. Kallaga kiyingizlar masalani o'shani. Ammo to'yga borishim kerak, nima kiyib boray endi? Aka, siz to'y. O'zi bir gap aytaymi? Kiyimlaringiz o'zi kulgili, masxara o'zga o'xshaysiz. Undan ko'ra sizga zo'r taklifim bor. Shaharda zo'r do'kon ochilgan ekan. O'sha yoqqa boraylik. Meni kiyimlarimga tiling tegirma. Men shu to'yga kiyib olsam, kiyinib borsam, odamlarning og'zi ochilib qoladi. Tushundingmi? Qara, eng zamonaviy kiyimlar meniki. Yana ham odamlar og'zi deb ochilib qolsa xohlaysizmi? Xohlasam xohlayman. O'sha kiyimlardan olaylik, shahardagi kiyimlardan sizga zo'r turadi. Aka, bir marta xo'p, deng. Shaharda kiyimlar qimmat bo'ladi. Biz qishloqliklar ular allab sotadi. Biz mana shu Jumadulla akani do'kondan qo'ymaylik, qarzga olamiz, keyin pulimiz bo'lsa beramiz. Buncha qotib o'lgansiz aka. Pul ko'p-ku. Kechagi u to'ydan tushgan pulni olib chiqing, o'shanga borib kelamiz. Balon tushadi to'ydan pul. Men bu pul yo'qdan qurib o'lgan bo'layapman. Bir hafta kartochka tashiyapti. Böyle qo'yib, kirib uyga cho'ydamlar. Aka, bir marta yashaylik. Ha? Ha? Bir marta? Ha. Zamonaviy shaharda kiyimlardan kiysin, qarab bersam ama. Al Pacino. Don Corleone. Shohruxxon. Amitabh Bachchan. Ya, endi oshirdik. To'xta. Lekin shaharga boramiz. Kiyim olamiz, faqat menga olamiz lekin. Sizga bo'lsin. Lekin men Dahmet akanga aytmadim. Tushundingmi? Men hozir kirib bankachancha yoshib qo'ygan pullarni olib chiqaman. Sen tayyor bo'l. Aytma biroq. Qara, yarashdimi? Sen nima keyin olding? Aka, bu yerda aksiga ketgan ekan. Ikkita olsak, bittasi tekinga berilar ekan. Ikkita olsak, bittasi bepulmi? Hozir boplaymiz. Buni Darmit akanga ham ikkita olamiz. Shunda menga ham ikkita olamiz. Senga ikkita tekinga beramiz. Hozir borku, shaharliklarni boplaymiz. Ukajon, mana bundan ikkita, mana bu patinkadan yana ikkita beringlar bizga. Men shaharda kiyimni qimmat o'ylayman. Juda arzon ekan-ku. Aka, qo'ga shahardagi magazindan bilmadimmi? Mana shu magazin juda ham arzon ekan. Qaysi do'kon ekan? Bu nomi nima ekan? Sandro. Juda yaxshi magazin ekan. Sotuvchi yigit bir sirda aytdi. Juma kuni, shanba kuni, keladigan yakshanba kuni aksiyasi davom etar ekan. Biz ikkita sovg'alik bitta qo'shib berdik. Ikkinchi sovg'asi ham bor ekan. Turli sovg'a ekan. Yana qaytib kelamizmi? Qaytib kelaylik aka. Qaytib kelamiz. Bunday qilamiz. Qishloqqa borib hamma qo'ylarni sotamiz. Yoki to'ychi bergan kartoshkani ham sotamiz. Shaharliklarni do'konni quritamiz. Kelamizdagi bu narsalarni olib, o'zimiz qishloqqa yetib qimmatga sotamiz. Yo'lingda. Voyib ketamiz ukajon. Sen biroz ayga rahmat. Zina, zing.